5000 so'mga nima qilsa bo'ladi deysizmi? Atiga 5000 so'm evaziga ushbu skuterimizni 60 km masofani bemalol bosib o'tishingiz mumkin. Kutib oling, Vasat Sportdan Redline modeli. Modelimiz tashqi ko'rinishiga o'zing bitta alohida e'tibor bermasalaring bo'lmaydi. Qora va qizil ranglar kombinatsiyasi o'ta ajoyib vid berib turibdi. Shu modelimizda 620 amperli toza Xitoy akkumulyatorlar o'rnatilgan. Undan tashqari 1000 vatli Mega motor bilan jihozlangan. Bu bilan maksimum 55 km/soat tezlikgacha chiqa oladi va 60 km masofani bu bilan bemalol bosib o'ta oladi. Redline modelimizda 2 kishi bemalol komfort bilan harakatlana oladi. Orqa tomondan ham dizaynlari o'ta ajoyib qilib ishlangan. Xavfsizligingizga jidkisli tormoz sistemasi javob beradi. Bonuslarga keladigan bo'lsak, kaska, orqa keys, oldin oyna, telefon podstavka va USB Bluetooth magnitofon kolonka qo'shib beriladi. Ushbu modelimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Narxi va to'liq ma'lumotni bilish uchun kommentariyalarda plus belgisini qoldiring. Vasat Sport harakatdan to'xtamang.